O'zbekiston 24 telekanalda O'zbekiston vaqti bilan dasturini biz davom ettiramiz. So'nggi paytlarda juda yirik xalqaro tadbirlar aynan O'zbekistonda o'tkazilmoqda. Birgina misol tariqasida noyabr oyining o'zida UNESCO bosh konferensiyasining 43-sessiyasi aynan Samarqand shahrida bo'lib o'tganini ta'kidlashimiz mumkin. Bu o'ziga xos tarixiy voqea, sababi 40 yildan oshiq vaqt davomida aynan Parijdan boshqa shaharda o'tkazildi. Bu sessiya va bundan tashqari Markaziy Osiyo rahbarlarining maslahat uchrashuvi ham aynan O'zbekistonda bo'lib o'tdi. Tarixiy voqea deganingizga, O'zbekistonda 2027-yilda U20 jahon chempionati o'tkazilishi kutilmoqda. 2028-yilda esa tarixda birinchi marta kosmik tadqiqotlar sohasidagi eng yirik dunyo forumi Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekistonda bo'lib o'tadi. Bunda bizning mamlakatimiz xalqaro astronavtika kongressiga mezbonlik qiladi. Kuni kecha davlatimiz rahbari kosmik texnologiyalar bo'yicha yangi tashabbuslar bilan tanishdi. Jumladan, Samarqand 2028 sun'iy yo'ldoshining ishlab chiqish ishlarini olib borishi ko'rib chiqilmoqda. Samarqand 2028 nomli yangi sun'iy yo'ldosh uchun sun'iy intellekt texnologiyasini yaratishda ishtirok etayotgan O'zbek kosmos agentligi direktori o'rinbosari Muhiddin Ibragimov bugun dasturimiz mehmonlari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Dasturimizga xush kelibsiz. Hozirgina aytib o'tdik, Samarqand 2028 sun'iy yo'ldoshi deb, bu haqda batafsil ma'lumotlarni o'zingiz aytib o'tsangiz. Avvalambor taklif uchun katta rahmat. Juda to'g'ri ta'kidlab o'tdinglar. 28-yilda Xalqaro astronavtika kongressi Samarqandda bo'lib o'tishi bu O'zbekiston uchun, umuman mintaqa uchun juda katta yutuq. Bu marraga erishishimiz uchun juda bir katta harakat qildik, chunki raqiblarimizni endi ochig'ini aytish kerak, juda bir katta davlatlar Xitoy. Ya'ni kosmik sohada ikkinchi o'rinni egallab turadi. AQShdan keyin liderlardan biri, Hindiston 6-o'rinda. Bahrayn, ya'ni juda katta moliyaviy manbaga ega bo'lgan davlatlar va biz O'zbekiston Samarqand bir kichkina kosmik agentlik sifatida ushbu tadbirda Sidneyda ishtirok etib, o'zimizning imkoniyatlarimizni ko'rsatib berdik va bu yana bir marta bugungi kunda olib borilayotgan siyosat, davlatimiz rahbari tomonidan bizning sohamizga bo'layotgan e'tibori nishonasi sifatida biz ko'rib turibmiz. Buni dunyo tan olyapti. O'zbekiston oxirgi 5 yilda kosmik sohada juda ham katta oldingi qadamlar bosdi. Endi buni yana bir yaqqol misoli sifatida shu sun'iy yo'ldoshni ham ta'kidlab o'tishimiz mumkin. Endi albatta Samarqand 2028 deb nom berishimiz ham bu bir simvolik hisoblanadi, chunki mana shu kongressga bo'lgan e'tibor dunyo hamjamiyati tomonidan 10 mingdan oshiq odam ishtirokchilar keladi. Turli kosmik agentlik rahbarlari, katta kosmik kompaniya rahbarlari, SpaceX bo'ladimi, OneWeb bo'ladimi, Blue Origin bo'ladimi, butun dunyo shu kosmik hamjamiyatining markazida bo'ladi Samarqand. Endi bu sun'iy yo'ldosh uchirishimizdan asosiy maqsad xitoylik kompaniya hamkorimiz bor, Starvision degan kompaniya. Shu Starvision degan kompaniya ikkita sun'iy yo'ldosh giperspektral sun'iy yo'ldosh uchirish mo'ljallagan keyingi yilni 3-kvartalida. Shuni bitta sun'iy yo'ldoshini biz bilan hamkorlikda uchirishga kelishganmiz. Bizning asosiy ishimiz bu ushbu sun'iy yo'ldoshni hisoblagich moduliga sun'iy intellektga asoslangan modelni biz yaratib, ushbu sun'iy yo'ldoshga o'rnatib beramiz. Modelimizning asosiy vazifasi olinadigan sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarini sun'iy yo'ldosh o'zida tahlil qilib, tayyor tahliliy ma'lumotni yerga uzatish. Nimaga bu farqli? Chunki oldingacha sun'iy yo'ldoshdan olingan ma'lumotlar birinchi yerga uzatiladi va undan keyin tahlil qilinib, ya'ni vaqt jihatdan ozgina 1 kun yoki 2 kun cho'zilardi, probel bo'lishi mumkin. Endi ushbu modelda esa bu konseptual yangi model, hali bu narsa unaqa ko'p praktikadan o'tmagan, shuning uchun ham bu bizga ham juda qiziq bo'ldi. Ushbu tahlilni sun'iy yo'ldosh bortida olib borib, chunki juda ham katta massiv ma'lumotlar to'g'risida gap ketyapti. Ularni tahlil qilib, albatta bu bizga ham bir katta javobgarlik. Buni ham Xitoy hamkasblarimiz bilan ko'p buni muhokama qilganmiz. 1 yil davomida buni gaplashib keldik. O'zi qo'lingizdan keladimi, yo'qmi degan. Albatta, chunki arzon narsa emas sun'iy yo'ldosh ularga uchirish, o'shanga lekin imkoniyatlarimizni ko'rsatib berdik. Bugungi kunda bizani shu intellektimizni O'zbekiston hududida shu qishloq xo'jaligi sohasida olib o'tgan ishlari, paxta klassifikatsiyasi, bug'doy klassifikatsiyasi ko'rsatib berdik. Komanda bilan tanishtirdik, shu bilan shu bir kelishuvga keldik.
Umuman olganda sun'iy intellekt moduli qay tarzda integratsiya qilinadi? Apparatga o'rnatilganmi yoki yerdagi markazdanmi? Buni eng juda to'g'ri savol berdingiz. Qiziq joyi buni apparatga o'rnatiladi. Sun'iy yo'ldoshchi o'sha moduli bor, sun'iy intellekt moduli, ya'ni olingan suratlarni shu bartavoy kompyuter deymiz, shu bartavoy kompyuterga biz integratsiya qilamiz va to'liq avtonomni bu intellekt ishlashi kerak. Shunda ham qiyinchiligi shunda. Sun'iy yo'ldoshning sun'iy intellekt bilan qorishi qanaqa? Qiyinchiliklar tug'dirmayaptimi? Juda qiziq savol. Endi bu narsaga javob qo'shimcha yangi imkoniyatlarni ochib beradi yana sun'iy intellekt bilan. Albatta. Chunki yana o'sha masalaga qaytamiz, konseptual yangi yo'nalish bo'yicha ketyapmiz. Chunki oldin ma'lumotlarni yerga uzatib, antennalar bilan qabul qilib, uni tahlil qilish kerak edi. Bu yerda esa endi hozir hisoblash tizimlari kuchayib boryapti. O'zi texnologiya juda ham oldinlab ketganligi uchun mana shu yerdagi bo'layotgan funksiyalarni hammasini sun'iy yo'ldosh o'ziga ko'tarib, shuni o'zi tahlil qilishi. Bu nima uchun yaxshi? Olingan suratni deyarli onlayn rejimda tahlil berib, buni yerga uzatish mumkin. Ya'ni hozirgi holatda rasmga olingan territoriyada holat qanaqa, ekin holati qanaqa, ob-havo ekologiya monitoringi qanaqa, ko'p savollarga onlayn ravishda, albatta endi sun'iy yo'ldosh uchib o'tgan hududda olingan rasmga onlayn ravishda tahlil berish imkoniyatimiz bo'ladi. Bu juda ham katta progress. Shunda ekologiya, agrar sektor va infratuzilmada bu loyiha iqtisodiy tomonlama foyda keltiradi. Shundaymi? Bizning endi asosiy kelishuvimiz bu qishloq xo'jaligi sohasida ekinlarning klassifikatsiyasi. Chunki O'zbekistonda dunyo hamjamiyati bo'yicha ham solishtirganda ekin klassifikatsiya qilish bo'yicha bizning algoritmlarimiz nihoyatda kuchli. Chunki biz O'zbekistonda bilasizlar, agrar yo'nalishga katta e'tibor beriladi. Paxta, g'alla, balki bundan tashqari boshqa ekinlarimiz ham bor. Yerlarimizning konturlarimiz nisbatan kichkinaroq, shuning uchun juda ham katta kuch ishlatganmiz shu machine learning deyiladi. Mana shu machine learning uchun juda katta kuch ishlatganmiz, data setlargamiz. Shuning uchun bu nuqtai nazardan tajribamiz bor. Albatta buni yana bir qo'shimcha yo'nalish sifatida bu ekologiya yo'nalishlarida mana bugungi kunda bu dolzarb masala, havoni holati bo'yicha, havoda o'sha ifloslangan zarrachalari miqdori sifatida. Albatta 500 kilometr tepalikdan turib, nima deydi, qaysi trubadan qancha chang chiqayotganini kosmos ko'rib bera olmaydi. Umumiy holatini, anomal zonalarni, tendensiyani ko'rsatib berishga bu juda ham katta instrument sifatida qaraymiz. Albatta endi bitta Sputnik bilan bo'ldi ishimiz bitdi deb bo'lmaydi, chunki O'zbekiston agentligi yuzlab Sputniklarni ishlatamiz. Mana bizning har kunlik ishimizda biz shu sohadan kelib chiqib har xil sun'iy yo'ldoshni ishlatamiz. Bu sun'iy yo'ldosh xudo xohlasa uchsa, muvaffaqiyatli uchsa, bizning mana shu ishimizni yana bir ma'lumot manba sifatida ishlatamiz. Har bitta sun'iy yo'ldoshni alohida maqsadi, alohida vazifalari, o'rganish kerak bo'lgan jihatlari bor. Albatta. Mana oddiy misol, qishloq xo'jaligi yo'nalishi biz deyarli har kuni monitoring qilib boramiz. Uning uchun Planet degan kompaniyani 180 ta sun'iy yo'ldosh uchirgan. 180 ta sun'iy yo'ldosh butun yer sharini deyarli har kuni yengillab turishga imkoniyat beradi. Bu unikal imkoniyat. Agar juda ham o'ta aniqlik yuqori bo'lgan suratlarni qaraydigan bo'lsa, yer munosabatlarida, geologiya yo'nalishida bo'lsa, unda biz 30 sm, 50 sm endi tomoshabinlarimiz tushunishi uchun mana Google kartalardagi suratlarni ko'rganmiz. Ana o'sha sifat, shu 30-50 sm sifat to'g'risida gap ketyapti. Ana o'shalarni tahlil qilib biz ma'lumotlarni beramiz. Muhiddin, biz dasturimiz boshida ham bunga alohida urg'u qaratdik, dastur davomida ham aytib o'tdik, turli sohalarga e'tibor qaratilyapti, albatta ularni rivojlantirishga e'tibor qaratilyapti va ayniqsa sun'iy yo'ldosh, sun'iy intellekt masalasiga alohida hozirgi kunda e'tibor qaratilyapti. Davlat darajasida davlat rahbari e'tibor qaratyapti va mana shu yaqinda mana sun'iy intellekt tashabbuskor yoshlar bilan davlatimiz rahbari ham uchrashdilar, ular bilan suhbatlashdilar. Sizningcha bugungi hayotda sun'iy yo'ldoshlarni uchirish, mana sun'iy intellektni rivojlantirish, unga alohida e'tibor qaratish qanchalik dolzarb? Bu juda ham dolzarb. Bu texnologik progress. Oldin mana 2000-yillarda internet.net boom bo'lgan paytida internet juda bizning hayotimizga jadal kirib borgan. Xuddi shunaqa hozir bizda ikkita yo'nalish ketyapti. Bu dunyo nima deydi, texnologik progressda bittasi bu kosmik yo'nalish, ikkinchisi bu sun'iy intellekt. Endi ikkalovi bir bilan qaysidir yo'nalish bo'yicha chambarchas ketyapti, qaysidir parallel, lekin bular hozirgi texnologik tendensiyalar hisoblanadi.
O'zbekiston keyingi 5-10 yil ichida agar mana shu texnologik progressda o'zini to'g'ri o'rnini olib, to'g'ri nishasini olmasa, biz orqada qolib ketamiz. Bu internet orqada qolib ketishdan 10 karra battar holat bo'ladi. Chunki texnologik progress bilan biz hozir hamohang yurmasak, keyinchalik biz qiynalib qolamiz. Chunki bugungi kunda dunyo o'zgardi, geopolitik holat o'zgardi. Oldin globalizm bo'lardi, hamma bir-biri bilan texnologiya bo'lishish, mana shu narsalar bo'lardi. Bugungi kunda bu narsa orqaga qaytyapti. Hozir lokal hamkorlik, davlatlar yopilish holatlarini ko'ryapmiz. Oldingi paytlar texnologik shu yechimlarni olaman deganda bir davlatdan bitta qism, ikkinchi davlatdan ikkinchi qismni sotib olish imkoniyati bo'lardi. Hozirgi kunda sizni sohangizga qarab, mana misol uchun kosmos sohasida bu narsada sekin-sekin yopilish biz kuzatyapmiz. Biz agar texnologik suverenitet, agar biz mana shu texnologik oldinlikka o'zimizda ko'rmoqchi bo'lsak, albatta bu yo'nalishlarga biz investitsiya qilishimiz kerak, davlat tomonidan e'tibor berilishi kerak va juda to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, davlatimiz rahbari bu narsani o'zi oldindan bilib, mana shu yo'nalishlar bo'yicha ahamiyat bergan bo'lsangiz, sun'iy intellekt yo'nalishida, o'zi raqamli texnologiya yo'nalishi bo'yicha yiliga bir necha marta katta-katta yig'ilishlar o'tkazib, alohida bu narsaga e'tibor berib, har bitta yo'nalish bo'yicha texnologiyani tatbiq qilish, sun'iy intellektdan foydalanish. Nimaga? Chunki bu eng asosiysi iqtisodiyotni raqobatdoshligini oshiradi. Boshqa davlatlarda mana shu texnologiyalarni ishlatib, aytaylik shu bizani tayyor mahsulotimizni narxini tushirish imkoniyati bo'lsa, biz ham xuddi shu ishni qilishimiz kerak. Bo'lmasa raqobatdan chiqib ketib qolamiz. Muhiddin, hozir shaxsan endi o'zimni qiziqtirgan savol. O'zbek kosmos agentligida ish faoliyatingizni davom ettiryapsiz. Hozirgi ishlar ko'lami qancha ekanligini bilasiz, qay darajada ekanligini bilasiz. Meni qiziqtirgan savol, O'zbekistonni mana shu kosmos sohada 2030-yilda qanday tasavvur qilasiz? Bundan 5 yil. 2030-yilda bizda o'zimizda planlarimiz bor. Yaqinda bo'lib o'tgan taqdimotimizda bizga davlat rahbari topshiriq ham berdilar. 2030-yilgacha bo'lgan kosmik sohani rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqib, tasdiqlash bo'yicha endi ushbu yo'nalishimiz bo'yicha bizda ko'p tematikalar bo'yicha ishlar olib boramiz. Buning ichida shu kosmik monitoring yo'nalishini kuchaytirish. Bizda endi mana shu kosmos 3 ga bo'linadi: upstream, midstream va downstream deyiladi. Biz ko'proq shu downstream, ya'ni tayyor ma'lumotlarni tahlil qilib, iqtisodiyot yo'nalishini rivojlantirish. Albatta biz hardware, ya'ni qo'l bilan yasaladigan narsaga ham o'tamiz, chunki bizdan juda ham ko'p so'rashadi, qachon sun'iy yo'ldosh uchiramiz. Biz bu yil mana 7 ta talabamizni Yaponiyaning Kyutek universitetiga jo'natdik. Magistratura yo'nalishi bo'yicha. Bu oddiy magistratura emas, bolalar u yerda ham nazariy, ham amaliy bilimni ko'nikmalarini olib, o'zlari sun'iy yo'ldoshni loyihalaydi, o'zi yig'adi, o'zi integratsiya qilib, o'zi uchirib, uni ma'lumotlarni qabul qilish stansiyasini Toshkentga qo'yamiz. Shu bilan xudo xolasa 27-yil yakuni 28-yilda birinchi bu bizani shu ilmiy sun'iy yo'ldoshimizni uchiramiz. Bu yana bir mana yaxshi yangilik deb o'ylayman. Bundan tashqari juda katta yangilik bu. Ha. Bundan tashqari albatta biz ta'limga juda katta e'tibor beryapmiz. Kosmos bu ta'limda juda bir kuchli element hisoblanar ekan. Nimaga? Chunki bugungi kunda texnokratiya, aniq fanlarga bo'lgan qiziqishni yoshlarda oshirishimiz kerak. Bu narsani iloji bo'lsa bog'chadan boshlash kerak ekan-da. Chunki institutga kirganda o'sha odamni nima deydi, mindsetini o'zgartirish sal qiyinroq bo'lar ekan. Shuning uchun biz bugungi kunda juda ko'p loyihalarni boshladik. Mana davlatimiz rahbari bizga Space Bus loyihasiga ruxsat berdilar, qilib berishga. Xudo xolasa buni ham keyingi yil amalga oshirsak, bu yana bir misol bo'ladi. Shu maktablarga borib, bolalarni shu kosmosga bo'lgan qiziqishini oshirib, bu orqali endi biz kichikligimizda fizika, ximiya o'rganadi, lekin nimaga kerak degan savolga uchun javob bera olmasdik. Qanaqa formulalar bo'lardi endi, kimga kerak bu logaritm derdik. Kosmos orqali bolalarga mana shu narsani amaliyotda ko'rsatib berish imkoniyati bor. Oldi rivojlangan davlatlar bu narsaga 80-90-yillarda pul tikish boshlashgan. Ko'rib turibmiz, mana Yaponiya, Germaniya, Angliya, Amerika hammasi, ya'ni kosmik sistem yo'nalishiga katta pul tikadi. Mana shu orqali biz o'zimizda kuchli bir nima deydi, texnokrat auditoriyani rivojlantiramiz. Rahmat, haqiqatan ham hozir aytgan so'zlaringiz amalga oshadigan bo'lsa juda katta natija va bu
Bu borada omad tilaymiz sizlarga. Eslatib o'tamiz tomoshabinlarga, bugungi dasturimiz mehmoni O'zbek kosmos agentligi direktor o'rinbosari Muhiddin Ibragimov bo'ldilar. Suhbat uchun rahmat aytamiz. Dasturimizda ko'rganimizdan xursandmiz. Maqsadli vazifalar, aniq qadamlar tashlangan va bu borada omad tilaymiz.